insonlarimiz bisyor marhamat qilib, yana shu kursdoshlarimizdan birma-bir davramizga taklif qilishda davom etamiz. Buxoroy sharifdan tashrif buyurgan Jo'rayev Ortiq Hoji akamizni davramizga taklif qilishimizni iltimos qilindi. Marhamat qilib davramizga tashrif buyurishlari iltimos qilinadi. Jo'rayev Ortiq Hoji aka Buxoro viloyatidan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz, davramizga xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli qadrdon do'stlarim, kursdoshlarim, hamyurtlarim. Yoshlik davrining unutilmas onlarida sherik bo'lgan, dardkash bo'lgan jo'ralarim. Avvalo yaratganga hamd sano, uni rasuli Muhammad alayhisalomga salovatlar bo'lsin-ki, mana shu kungacha yetib keldik. Mana shunday bir ajoyib davrlarni ham bebaho, betakror yurt O'zbekistonning mustaqil bo'lgan davrlarida ham mana shunday diydor ko'rishish, uchrashish nasib qildi. Mana yurtimiz tinch ekan, xotirjam ekan, osmonimiz musaffo ekan. Mana shunday bir ajoyib koshonada, ajoyib yor do'stlar, kursdoshlar davrasida o'tiribmiz. O'zim haqimda aytishim kerak ham baribir. To'g'rimi? Bilasizlar, qariyb hammamiz pastda baland tengdosh 1954-yil 9-aprelda tug'ilgan ekanmiz. 9-aprelda Buxoro shahar Sherbuddin degan joyda. Keyin taqdir taqozosi Olot rayoniga, mana hozir yashab turgan Olot rayoni Jumabozor fuqarolar yig'ini shayxlar qishlog'iga ko'chib ketganmiz. Sovet davrida quloq bo'lgan oilalardan bittasi biz edik. Quloq bo'lib Buxoroga kelib tarqatilgan, keyin yana o'z yurtiga borgan ajoyib davrlarni ko'rishga taqdir qilgan odamlardanmiz. Mehnat daftarchamizda ikkitagina muhr qo'yilgan. Bittasi keldi, ikkinchisi yoqmay ketdi degan 55 yoshda. İkinci muhur tamam. Bitta maktabda ishlaganmiz. Endi bilasizlar, yoshlikdan o'zimizni avlod ajdodlari, pir ustozlaring, ota-bobolaring kasbini davom qilib kelganmiz. Student davrida ham hozir mana shu aholi qudrat el xizmatdamiz. Faoliyatimiz shu hozir 6 ta farzandni Alloh taolo nasib qilgan. 4 ta qiz, 2 ta o'g'limiz bor. Hammalarida uy-joy bo'lgan. Oxirgi qizimiz hozir texnologiya institutida oxirgi kursda o'qiyapti. Uni ham to'y qilganmiz. Nevaralar Xudoga shukr 15 ta. Turmush o'rtog'imiz u ham Samarqand meditsina institutini tugatgan, ginekolog. U ham hozir nafaqada, o'zimiz ham nafaqada. Xo'sh. 1994-yilda mana shunday bir ajoyib mustaqillik sharofatdan katta haj safari taqdir